Bitta chotki fohishaning narxi 1 millionmi? Yana oshiqcha 3 million pulingiz bo'lmasa, maslahatim fohishaga bormang. Chunki kasallik yuqtirib olsangiz, hech kim sizni tekinga davolab qo'ymaydi. Shifokor qabuli, shuncha tekshiruvlar, dori-darmonlar va ularni kimlargadir qildirishing hammasi pul bo'ladi. Eng yomoni, kasallikni ayolingizga ham yuqtirib qo'ysangiz, sizni rasxodingiz 2 barobar bo'ladi. Va katta ehtimol bilan oilangiz ham buziladi. Agarda jiddiyroq kasallik yuqtirib olsangiz, sizga pul ham, davolanish ham yordam bermaydi. Shifokor qabuli, shuncha tekshiruvlar,